Xabarlaring bor, muhtaram yurtboshimiz olib borayotgan islohotlarni juda ko'p sohada ketyapti. Shuni bittasi aholi xonadon tomorqasidan samarali foydalanish bo'yicha izchil siyosat amalga oshirilyapti. Bo'yicha butun respublikada ishchi guruhlar respublika bo'ylab harakatda targ'ibot, tashviqot, seminarlar bo'lib o'tyapti. Qishloq xo'jaligi yo'nalishida aholi tomorqasidan samarali foydalanish yo'nalishida. Mana 2016-yildan boshlab muhtaram yurtboshimiz boshlagan siyosat bugun natijasi berish boshladi. Biz har bir mahallamizda 8 ta mahallamiz bo'ladigan bo'lsa, 8 ta mahallamizda har bir jabhada o'sish bor, o'zgarish bor, natija bor. Eng muhimi natija bor. Mana bugun kecha tuman hokimi Ibrohim Boltayev mana shu savod hududida aylanganlarda shu xonadonga shu mahalla faollar, raislar shu xonadon tavsiya qilishdan kelib o'rganganda xonadonda tomorqadan 40 tonna anor eksporti haqida gaplik bo'layotganligi haqida xabar bordi. Juda ham xursand. Tuman rahbar xursand bo'ladi, hududdan yaxshi natija bo'lgandan keyin hamma xursand bo'ladi. Qishloq aholisi, xonadon egasi. Bu muhtaram yurtboshimizning siyosati. Har bir xonadon uslubim. Men qalamchadan ekaman. Shunday. Shu lapatka enida 2 lapatka atrofida chuqurlikka ko'lab olamiz. Bir paqir suvni tashatib, turpoq bilan ko'mamiz. Boyagi chuqurdagi suv loyga aylanadi. Shu qaysi tomonga yotish imkoniyati bo'lsa, shu qiyaroq qilib yotish tomoniga ko'mish paytida agar tikkasiga tiqilib qolsa, ko'mish paytida sinadi. Shu yotish qaysi tomonga yotish bo'lsa, shu tomonga qiya bo'lsa, yotishga sinmaydigan holat bo'lib qoladi. Bu mart oyidan boshlab mart uyiga borib shu anori bilan mevasi bo'ladimi? Yanada yaxshilashga harakat qilsa, yaxshil makon aksiyasi ketyapti. Ana loyihasi boshlandi, Muxdin aka. Bu degan narsa, men o'ylayman, shuncha odam hozir 70-80 ta odam kelgan bo'lsa, borib hech bir 10 tutdan anor ekan. Anor u Mudir aka, dadangizni birinchi hajga borgan otaxon qishloqdan birinchi boruvdilar-ku. Birinchi o'zlari boshlavdilar-da ekishdi. Siz davom ettiribsiz. Rahmat sizga ham. 60 da endi bular 60 foiz bo'ladi. To'ygandan keyin hali chalaroq, hali yana bir oylar turadi. Ha. kirish, tomorqachilik madaniyatini puxta egallagan, shuningdek jamoat ishlarida faolligi bilan aholi o'rtasida alohida hurmatga sazovor bo'lgan eng namunali tomorqa egasi Sodiq va Ahmadyor Habibullayev tuman hokimining tashakkurnomasi bilan taqdirlanadi. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Yangamga bering. Bu endi namunaviy simbol. Bu hali oldinda endi bu